Judayam yoshlik qilasiz. Baland-pastni bilmaymiz. Bugun siz eksport qilayotgan davlatlarga juda ko'pchilik eksportchilarimiz ham muntazam ravishda eksport qiladi. Brokerlar shunday bir hiyla qilishadiki, o'sha yerda -40 gradus sovuqda o'sha yerdan havo kiradi. Pul qanaqa to'plagansiz? 100% передоплата hisobida ishlaganmiz. Assalomu alaykum. Dalada podkastining navbatdagi soni. Mehmonimiz yosh eksportchi tadbirkor, meva sabzavotlarini bir necha davlatlarga bugungi kunda muvaffaqiyatli eksport qilib kelayotgan tadbirkorimiz Oybek Shonanov bo'ladi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Umuman olganda, bugungi suhbatimiz real muammolar, haqiqiy xatolar va ishlaydigan tajriba haqida bo'ladi. Oybek, aytingchi, eksport geografiyangiz qanaqa bugungi kunda? Nechta davlatga qancha mahsulot eksport qilyapsiz? Mana 24 yoshda ekansiz. O'zi umuman bu sohaga kirib kelish uchun ham kattagina yurak kerak bo'ladi. Umuman batafsil gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bu yerga taklif qilganingiz biz juda ham xursandmiz. Katta rahmat bundan. Biz yoshlarni qo'llab-quvvatlagan uchun avvalambor rahmat sizlarga. Eksportga ilk qadamimiz bizni 2024-yil yoz oyida O'smirlarga himoya qilish va karantin agentligi va yoshlar ishlari agentligi birgalikda tuzilgan yosh eksportchilar loyihasida qatnashganmiz. O'sha yosh eksportchilar loyihasi haqidagi e'lonlar ketganda eksport bizda o'zi qiziqish bo'ladi. Meva sabzavot mahsulotlarimizni chet elga eksport jarayoni qanaqa bo'ladi degan savol tug'ilgan o'sha vaqtda. O'sha vaqtda yosh eksportchilar loyihasida asosan xorijiy tillarni o'zlashtirgan yoshlarni jalb qilish va ularni eksport jarayonini o'rgatish maqsad qo'yilgan bo'lgan. Hozirgi vaqtda xorijiy tillarni o'zlashtirib turib ham kerakli yo'nalishlarga yo'naltirilmagan yoshlar bor oramizda. Yosh eksportchilar loyihasida qatnashib, u yerda o'zimizga kerakli bilimlarni olib, kerakli ustozlardan oldik va u yerda o'zimiz uchun nima desak bo'ladi? Eksport uchun dastlabki qadamida dastlabki bilimni o'sha yerdan olib, o'zimizni ilk eksportga bo'lgan qiziqishimiz uyg'ondi. Shu yerdan biz o'yladik, bir kishini bu yerdagi harakati kamlik qiladi. O'sha yerda yig'ilgan yoshlar bilan birgalikda komanda tuzdik. O'sha komanda asosida eksportga dastlabki qadamni qo'ydik. Eksportga kirib kelish har doim qiyin. Eng asosiy omillardan biri kerakli xaridorni kerakli bozorda tanlay bilishda eng katta masalalardan bittasi bo'ladi. Biz yosh eksportchilar loyihasidan chiqqanimizdan so'ng avvalambor xaridor qidirish, ya'ni importyor qidirishga harakat qildik. Har xil turli saytlardan, turli internet saytlaridan, B2B marketplace'lardan foydalangan holatda har xil B2B saytlarni qidirib, o'sha yerda kerakli partnyorlar bilan suhbatlashib, xorijiy tillarda suhbatlashib, o'zini tilida o'ziga kerakli bo'lgan takliflarni berdik. Ularda bizga nisbatan qanaqadir qiziqish bo'ldi. Eksport jarayoniga bilan shug'ullanishimiz 2024-yil yanvar oyida Mongoliya davlatiga boshlandi. Mongoliya davlatiga eksport qilish jarayonimiz qanaqa bo'lgan? Biz komandamiz bilan birgalikda tavakkal qilgan holatda ilk marotaba Xitoyda bo'lib o'tadigan Counterfire ko'rgazmasida qatnashdik va u yerda biz o'zimizga kerakli bo'lgan xaridorni topdik. U yerda bir O'zbekiston mahsulotiga qiziqadigan Mongoliya davlatida bir qancha importyorlar bilan suhbatlashib, ular bilan shartnomalar tuzib va 2024-yanvar oyida ilk dastlabki eksportni amalga oshirdik. Bugungi kunga qadar shunda nechta davlatga eksport qilasiz mahsulotlaringizni? Eksport faoliyatini boshlaganimizga bu yil 2 yil to'lgan bo'lsa, qisqa vaqt ichida biz Mongoliya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Xitoy, Buyuk Britaniya va Birlashgan Arab Amirliklari davlatiga faol eksportni amalga oshirmoqdamiz. Eksportingiz muntazam va muammolarni yengib o'ta olgansiz. Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Eksport masalasi o'zi meni fikrimcha bu oson narsa emas. Chunki eksportda siz O'zbekistonni obro'sini yoki O'zbekistonning brendini dunyoga tanitasiz yoki dunyoga O'zbekiston brendini yomon ko'rsatish mumkin. Eksport jarayonida bundan oldin sizga aytib o'tdim. 2024-yil yanvar oyida Mongoliya davlatiga eksportni amalga oshirganmiz. Ilk marotaba hali tajribasiz, ko'p narsani baland-pastni bilmaymiz. O'sha vaqtda bizning eng xatoyimiz logistika sohasidan boshlangan. Bizning ilk eksportimiz 2024-yil yanvar oyida Mongoliya davlatiga boshlangan va ilk eksportdan qo'shtirnoqcha zarba yeyishimiz ham o'sha yanvar oyida bo'lgan. Logistikani biz kerakli korxonalardan yoki ishonchli korxonalardan foydalanmagan holatda nima desak bo'ladi, ko'chadan logistikaga gaplashib turib Mongoliya davlatiga ishonchsiz bo'lgan logistikani gaplashib umumiy mahsulotimizni nobudlashligiga sabab bo'lgan.
logistikada bizni o'zimizning xatoyimiz. Keraksiz logistikani talab qo'yib va uni texnik talablarini tekshirmasdan turib sifatli bo'lgan mahsulotni yuklaganmiz. Sifatli mahsulotni logistikaga yuklash jarayonida bilamizki, Mongoliya iqlim jihatdan juda ham sovuq davlat. Ba'zi vaqtlarda qish oyida -40 gradusdan -50 gradusgacha sovuq bo'ladi. Bu sovuqni tasavvur qilish juda ham qiyin. Svejiy, ya'ni yangi meva sabzavotni bu sovuqda nobudlashligi sabab bo'lish uchun 3 soat yoki 4 soat yetarli bo'ladi o'ylayman. Bizda proses qanday bo'ldi? Logistikada shunday jarayon bo'ldiki, logistikani sovutish tizimi, ya'ni yangi meva sabzavotlar refrigeratorda ketadi. Refrigeratorning orqa eshik qismida shikastlanish bo'lgan. O'sha shikastlanishni biz tekshirmaganimiz natijasida o'sha yerda -40 gradus sovuqda o'sha yerdan havo kiradi. Sovuq havo massasi kirishining natijasida ichki meva sabzavot turgan joyda haroratning buzilishiga olib keladi. Bu qanday bo'ldi? 2024-yil yanvar oyini oxirgi 10 kunligida yuklagan bo'lsak mahsulotni, Mongoliya davlatiga o'rtacha 8 yoki 10 kunda yetib boradi mahsulotlar. Mahsulot o'z vaqtida kirib keldi, o'z vaqtida yuklandi, sifatli mahsulot yuklandi, hamma hujjatlar joyida. Qabul qilish jarayonida logistikadan mashinani eshigini ochyapti. Olma mahsuloti bunaqa darajaga kelganini hali o'zim ko'rmaganman. Hali menimcha ko'pchilik eksportyorlar ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Shok holatda kelib qolgan olma. Ichidagi temperatura rejimi o'zgarganining natijasida -40 gradusda, agar bilsangiz agar, olmalarni taxlash jarayonida pastki qavatida yog'ochdan paddon qismi bo'ladi. O'sha paddon qismini oldi qatorda 6 qatorli qismi usti qor bilan qoplangan. Yopiq eshik ortida qor bilan qoplangan. Buni tasavvur qilish juda ham qiyin, juda ham shok holatga tushganmiz. Yoqdagi partnyor hayron, nega unaqa bo'lgan? Bizga rasm tashyapti, video tashyapti, yoqdagi o'zimiz vakillarimiz boryapti. O'rganyapmiz natijani. Qaraymiz, haqiqatan qor, eshik yopilgan. Nimadan izlayapmiz, topa olmayapmiz. Logistika, bizning xatoyimizdan bittasi logistika, ko'chadan gaplashganmiz, ishonchsiz logistika. Qattiq yo'qotishimiz o'sha vaqtda bo'lgan, birinchi partiyamizda. Xato har doim bo'lgan, muhimi o'sha xatoni keyingi safar takrorlamaslik. Mana tajriba orttirib, mana bitta muammoni yechimini keyingi safar qilmaslikka harakat qilgansiz. O'zi umuman bugun eksportchilar xalqaro bozorda eng zaif tomoni nima deb o'ylaysiz? Mana qisqa bo'lsa-da tajriba orttirgansiz. Mana bugun ham qaysi davlatga eksport qilmoqchisiz mahsulotlaringizni? Xudo xolasa bugun asosiy meva sabzavotlar mahsulotimiz kechki vaqtda ortiladi bizniki. Bugun Qirg'iziston va Birlashgan Arab Amirliklariga navbatdagi partiyani jo'natishimiz kerak. Birlashgan Arab Amirliklariga asosan havo transporti orqali yetkazib beramiz. Qirg'izistonga davomiy ravishda har doim meva sabzavot mahsulotlarini eksport qilib kelmoqdamiz. Boshqa eksportchilarning faoliyatini ham kuzatib borasiz. Aynan ho'l meva sabzavotlarni aytadigan bo'lsak, misolda keltirsak, bugun ular ko'proq qanaqa xatolarga yo'l qo'yishyapti? Kuzatish natijasida. Eksport jarayoni oson narsa emas. Eksport jarayoni orqasida juda katta mas'uliyat turibdi, juda katta yuk turibdi desam adashmayman. Nimaga desangiz, eksport jarayonida O'zbekiston mahsulotini chet el, xorijiy davlatlarda O'zbekiston mahsulotining yuzini ko'rsatib berishingiz kerak. Agar siz noto'g'ri harakat bilan mahsulotni O'zbekiston imijiga noto'g'ri ta'sir qilib qo'ysangiz, bu bizni firmangizda yo bo'lmasam o'zimizni yuzimiz emas, butun O'zbekistonning yuzi bo'ladi deb o'ylayman. Buning uchun biz imkon qadar xatolarni topish uchun hamma sohada bo'lsin, xohlasa eksport, xohlasa boshqa jarayonda bo'lsin, ustozga murojaat qilish kerak. Eksport sohasida biz har bir yo'nalishda, har bir soha bo'yicha eksportyorlarga murojaat qildik. Eksportyorlarga shogird tushdi kerak bo'lsa, ular bilan birgalikda yurdik, issiq sovug'i, baland pastligini hammasini o'rganib, hozirgi vaqtda shu darajaga yetib eksport qilib turibmiz. 3 ta zaif xatolarni sanab bering, o'zingiz kuzatganingiz bo'yicha. Eng birinchi mahsulotning sifati bo'yicha. Biz xohlaymizmi yo'qmi, eksportni tayyorlash jarayonida dehqon bilan emas, naborat broker bilan ishlashga to'g'ri keladi. Va brokerni eksportga yuk tayyorlash vaqtida o'zining moddiy manfaatlarini yo bo'lmasam vaqtinchalik ishlash yoki vaqtinchalik
tez boyib ketish yo'llarini izlab, mahsulotni sifatsiz yoki oqlama mahsulotni eksportga yetkazib berishga harakat qilish eng katta xatolardan bittasi bo'ladi. Ikkinchi jarayon eksport hujjatlari va eksport jarayonidagi kerakli ma'lumotlarga e'tiborsizlik bilan qarashlik. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, biza ko'p aeroport, ya'ni kargo xizmatidan foydalanamiz. Siz yukjonish uchun o'zining agentlari bor. Agentlardan foydalanayotgan vaqtingizda noto'g'ri ma'lumot va noto'g'ri informatsiya natijasida siz aeroportga mahsulot yuborasiz, lekin mahsulotingiz uchib ketmaydi. Bu uchib ketmasligi natijasida biz asosiy yo'nalishimiz yangi meva sabzavotlar, ya'ni sveji meva sabzavotlar bo'lganligi uchun har bir soat kerak bo'lsa, har bir daqiqa yangi meva mahsulotini sifatini buzilishga olib keladi. Buning natijasida mahsulot keraksiz vaqtda qolib ketishi va o'z vaqtida yetib bormasligiga sabab bo'ladi. Natijada mahsulotning sifati buziladi. Asosan aeroport orqali yetkazib borganda mahsulotlar bitta to'plam qilib, ya'ni mix qilgan holatda yuboriladi. Ayrim mahsulotlar borki, ayrim mahsulotlarni bir vaqtning o'zida bitta joyda saqlab yoki bitta joyda yetkazib bo'lmaydi. Bunga sababi har xil mahsulotlarni o'zidan chiqargan turli gazlar, zararli moddalarning bir-biriga reaksiyasi, bir-biriga ta'siri ikkinchi mahsulotni nobudlashlik yoki yomon bo'lib qolish holatiga olib keladi. Bunga oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, shunday bir tajribani ham boshimizdan o'tkazganmizki, chesnok mahsulotini umuman boshqa meva sabzavot mahsulotlari bilan yaqin jo'natib yoki bir joyda jo'natib bo'lmaydi. Chesnok mahsuloti o'zidan zararli moddalar chiqaradi. Zararli gazlar chiqarish hisobiga yonidagi boshqa mahsulotlarga ta'sirini o'tkazadi. Buning natijasida mahsulotni sifatli yetib bormasligi sabab bo'ladi. Demak, yuqorida aytib o'tganingizdek, logistika masalasini 3-xato sifatida kiritadigan bo'lsak, men nima uchun aynan 3ta xato deb so'radim, fikringizni bilmoqchi bo'ldim. Chunki ko'p tadbirkorlardan so'raganimizda ham xuddi siz aytgan narsalarni 3ta misol qilib keltirishadi, lekin hech kimning xayoliga birinchi navbatda zamonaviy qadoq degan jumla kelmaydi. Aytingchi, o'zi zamonaviy qadoq eksportda bugungi kunda juda ham muhimligini bilamiz. Ko'p eksportchilarimizdan so'raganimizda, mana Yaponiyada, Qatarda savdo yarmarkalarida ham ishtirok etyapsiz korxonangiz bilan va u yerda guvoh bo'ldiki, boshqa davlatlardan kelgan mahsulotlarni qadoqlari shunchalik chiroyliki, shunchalik aniq ma'lumotlar, QR kodlar bilan berilganki, havas qilsak arziydi. Nega bizning mahsulotimizga ham shunaqa qadoqlangan, chiroyli upakovka qilsak bo'ladi deganda juda qimmat ko'chishamiz degan gaplarni aytishadi. O'zi umuman zamonaviy qadoq qanday bo'lishi kerak? Ayniqsa mana siz endi ho'l mevalar bilan ko'proq shug'ullanasiz, lekin fikringiz juda ham muhim. Shu haqda ham qisqacha to'xtalib o'tsangiz. O'zbekiston imijiga ta'sir qiladigan omillardan bittasi bu taxta yashi hisoblanadi. Eng katta, eng yomon qadoqlardan bittasi bu taxta yashi deb o'ylayman. Nimaga desangiz, brokerlar yoki dehqonlar, zakotopchilar o'z manfaatini ko'zlagan holatda meva sabzavot mahsulotlarini taxta yashida brokerlarga yetkazib kelishi va taxta yashida zakotopka qilish natijasida asosan oddiy misolda xurmo misolida oladigan bo'lsak, taxta yashida 2 xatolik qilib taxlashi va pastki qismiga o'qlama mahsulot sifatsiz yoki yaroqsiz pishmagan mahsulotini o'qlash natijasida mijozning qo'liga yetib borgan vaqtida qaraydiki, yuz qismida, tepa qismida boshqa mahsulot, pastki qismida pishmagan, chirigan o'qlama mahsulotlarni kelishiga sabab bo'ladi. Bundan ham taxta yashikning ikkinchi yomon tarafi pustoy taxta yashik, ya'ni bo'sh taxta yashikning umumiy og'irligi. O'rtacha hisobda 1,5 kilo bo'ladigan taxta yashik brokerlar shunday bir hiyla qilishadiki, nam holatda yoki suvga bo'ktirilgan holatda dehqonga topshirib turib, tarasini deylik 600 gram olib turib yoki 700 gram qilib turib, nam olingan taxta o'zida og'irligi og'irroq bo'ladi bir sezigar. Sifatini, turish holatini, muvozanatini yo'qotmaydi, lekin vesi og'irroq chiqadi. Umumiy hisobda deylik 1000 ta, 2000 ta, 3000 ta, 10000 ta yashikda 100 gram, 200 gram narsa ko'p narsani hal qiladi. Oxirga borib 1 tonna, 2 tonna mahsulotni yo'qolishiga yo bo'lmasam o'z-o'zidan qo'shilib qolishiga sabab bo'ladi. Bu yerdan siz olasiz, deylik taxta yashikda eksport qilasiz, bu yerda quruq holatda berasiz. Oddiy proseslardan sovuq kunlarda taxta yashigiga sovuq kunlarda o'ziga nam olish natijasida tarasi og'irroq chiqadi va mijozga yetib borganda mahsulot qadoqni o'lchagan vaqtida
kilosi boshqa, siz bergan kilo boshqa. Bu natijasi siz ko'proq kilo yo'qotasiz. Klientni, ya'ni importyorni nazarida siz kilogrammdan yoki tonnajdan urayotgan bo'lasiz. Bu eng qo'pol va eng yomon narsa, o'zimiz islom dinida ham eng yomon narsa bu tarozidan urish bo'ladi. O'sha tarozidan urishiga sabab bo'ladi taxtiyachik. Zamonaviy qadoqda beradigan bo'lsak, ayrim mahsulotlar bor. Misol uchun plastik qutida yetkazib berib bo'lmaydi. Ayrim mahsulotlar bor, qog'oz, ya'ni gofra kartonda yetkazib berishni talab qiladi. Ayrim mahsulotlar bor, teskarisi, plastik qadoqda yetkazib berish kerak bo'ladi, gofra kartonda yetkazib berib bo'lmaydi. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, o'zidan namlik chiqaradigan va ko'p sovuq havo talab qiladigan joylarga gofra kartonni o'z hozirgi sharoitda sifatsizini tanlab qo'yish natijasida eksport jarayonida mustahkamlarga yo'qolish natijasida umumiy yuk yiqilib borishi yoki bo'lmasam bo'shashib qolishiga olib keladi. Noto'g'ri qadoq tanlash hisobiga. Shu joyda bizga to'g'ri qadoqni tanlash, to'g'ri sifatni tanlash, to'g'ri yetkazib berishni tanlash juda ham muhim omillardan biri hisoblanadi eksport jarayonida. Zamonaviy qadoqlarda O'zbekistonda eng yo'qotayotgan joyi o'sha dastlab aytib o'tganimizdek taxta yashikda va buni ustida juda ham qattiq kurash olib berganimizga qaramasdan hali ham davom etyapti. Bunga tushuncha nima bo'ladiki, dehqonlarga, zakotlovchilarga yetarli bilimni yoki yetarli tushunchani bera olmayapmiz biz. U ishni qilma, u xatoligini bilib turib, u ishni qilmaslik kerak bo'lib turib, o'sha joyga ketayotgan ayrim zakotlovchi, ayrim brokerlar ham hozir ham bor. Tasavvur qiling, sizda katta buyurtma bor, lekin daladagi hosil siz o'ylagandek chiqmadi. Qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz? Biz eksport jarayonida asosan bitta dalaga yoki bitta umumiy bog'ga qarab qolmaymiz. Bitta dalaga bog'lanish umumiy, misol uchun, buyurtmani bajarishga to'sqinlik qiladi. Biz bu jarayonda brokerlar bilan hamkorlikda, ya'ni misol uchun umumiy bitta hududni tanlaydigan bo'lsak, yoz oyida Mirzacho'l hududida qovun mahsuloti yaxshi yetishadi. Deylik, biz naqadan importyordan katta buyurtma oldik. Biz istagan narsa, istagan hududdan yetarli narsa bera olmayapti. Biz shu vaqtda brokerlardan foydalanamiz. Brokerlar bizga kerakli mahsulotni kerakli sifatda yetishtirishga boshqa bir variant bera oladi. Eksportchi to'g'ridan to'g'ri dehqon bilan ishlashdagi eng katta kamchiliklari o'sha siz kutgan narsa bo'lmay qolishi natijasida siz shartnomani bajara olmay qolasiz. Bu vaqtda eng yaxshi yechim brokerlardan foydalanish. Brokerlar ishonchlisi va xalqaro sertifikatga ega bo'lgan brokerlar bilan hamkorlikda ishlasangiz, siz hech qachon yutqazmaysiz. Qaysi holatlarda eksport qilishni umuman yaxshisi boshlamaslik kerak deb o'ylaysiz? Birinchi o'rinda O'zbekistonning imijiga va ekspertizni yo'qolishiga olib keladigan narsa kerak emas vaqtda kerak emas narsani eksport qilish. Ya'ni qimmat vaqtida sotaman deb turib, xom pishgan narsani eksport qilish natijasida yetib borgan mahsulot sifatsiz yetib boryapti. Birinchi o'rinda o'zingizni ishonchingizni yo'qotyapsiz, klient yo'qotyapsiz, mablag' yo'qotyapsiz va mahsulot yo'qotyapsiz. Bu vaqtida umuman eksport qilish tavsiya qilmayman. Ayrim tadbirkorlarimiz bor, pishmagan mahsulotni ham qimmatga sotaman deb turib, ustiga pishgan mahsulotni taxlab, yo bo'lmasam orasiga xomlarni taxlab turib eksport qiladi. Boradi, u yuki boradi, sotiladi. Ammo undan keyingi eksportchilarga pishgan mahsulotni olib borsangiz ham ishonmaydi yordagi klient, importyor. Bir marta og'zi kuygan importyor ikkinchi marta olish uchun qo'pol qilib aytganda qatlni pulab ichadigan qoladi. O'zi bugun endi eksportga kirayotgan yoshlar, sizga o'xshagan yoshlar, mana 24 yoshdasiz. Bu endi katta hajmda biznes boshlash uchun juda ham yoshlik qilasiz, lekin mana shu endi kirib kelayotgan yoshlarga o'zingiz qilgan qaysi xatolarni qilmaslikni maslahat berasiz? Shoshib qaror chiqarish eng katta xatolardan bittasi deb o'ylayman. Men kabi yoshlarga, deylik, xorijiy tillarni o'zlashtirib, tez boyib ketish yo'lini izlab yoki tez nima desam bo'ladi, ishga tushib ketishni o'ylab turib, shoshib xato chiqarib qo'yib, deylik, xorijiy tilni bildi, eksportchi, importchi topdi, eksportga mahsulot topdi. Bu jarayonda tez qaror qabul qilmasligini maslahat beraman. Misol uchun, oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak,
yaxshi importyor topdi, yaxshi mahsulot topdi, hamma mahsuloti zo'r, logistika hammasi zo'r, lekin tashqi iqtisodiy faoliyatni yaxshi o'zlashtirmasdan turib, yaxshi bilimga ega bo'lmasdan turib yoki kerakli eng yaxshi yordamchilardan bittasi ustozga ega bo'lmasdan turib harakat qilishi kerak emas deb o'ylayman. Bu jarayonda nima desam bo'ladi? Siz eksportni yaxshi bilasiz, mahsulot tayyorlashni yaxshi bilasiz, logistikani yaxshi bilasiz, ammo eng yana bitta kerakli joylardan bittasi eksport hujjatlarini juda yaxshi bilishingiz kerak. Aynan sizdan nima so'ralyapti u yerda? Nima haqida gap ketyapti? Yo to'lov tizimlari qanaqa? Ishonchlimi bu ishlashim ertaga menga zarar keltirmaydimi? Avvalosi O'zbekistonga zarar keltirmaydimi? Bu tomonni o'ylab ko'rish kerak. To'g'ri aytdingiz, hozirgi kunda eng katta narsa sertifikatlashni bilmaydi ko'pchilik. Qaysi mahsulotga qanaqa sertifikatlar talab qilinadi. Bizda ham ko'pchilik tadbirkorlar murojaat qilishadi. Ba'zida boshlang'ich tadbirkorlar, ba'zida katta tajribaga ega bo'lganlarda ham qo'rquv bo'lib, yana ham aniqlashtirib olay degan narsa ma'noda bizga savollar yo'llashadi va xuddi shunaqa hujjatlar masalasida juda ham ko'p dayjestlar e'lon qilib boramiz. Va keyingi navbatdagi savolim shunaqa bo'ladiki, siz ishlagan davlatlar ichida qaysilari eng talabchan va eng foydalisi bo'lgan deb o'ylaysiz? Mana bugun siz eksport qilayotgan davlatlarga juda ko'pchilik eksportchilarimiz ham muntazam ravishda eksport qiladi. Eng qaysar davlat, lekin eng foydasini katta ola oladigan davlatingiz qaysi deb o'ylaysiz? Eng qaysar davlat sifatida talablari yuqori bo'lgan, agar foydaliroq deydigan bo'lsangiz, men Mongoliyani tanlayman. Foydali deb Mongoliya davlatini sizga aytayotganim sababi, Mongoliya davlatida bizga o'xshab logistika jihatdan qiynalgan davlat. Ya'ni tepa qismida Rossiya, pastki qismida Xitoy. Logistika jihatdan unga yechim bera olsak, o'ylaymanki, bizga MDH davlatlarga qabul variant bo'la oladi. Baland narxlarda ishonchli klient va katta ob'yomda eksport qilishimiz mumkin deb o'ylayman. Talablari qattiq va ob'yom jihatdan ko'proq massaviy ishlamoqchi bo'lsangiz, Xitoy davlati deb o'ylayman o'zim. Nimaga desangiz, biz o'zimiz Xitoy davlatiga ham bir qancha mahsulotlarni eksport qilib kelamiz. Hozir ham eksportimiz bor. Xitoy davlatida xohlagan eksportchi ham eksport qila olmaydi o'rga. Duch kelgan, misol uchun, aytganda ko'chadan kelgan eksportchi kelib eksport qilib keta olmaydi. Uni bir qancha prosesslari bor. Xitoy o'zining bojxona reyestri bor, o'shundan o'tishingiz kerak. Va uni talablariga javob berishingiz kerak. O'zingizga kerakli hududingiz, kerakli mahsulotingizni unga ko'rsatib bera olsangizgina eksport qilasiz. Oybek, birinchi Mongoliyaga eksport qilganmiz dedingiz, qancha mablag' ketgan birinchi? Ilk marta eksport qilganimiz Mongoliya davlatiga biz qanaqa prosesda ishlaganmiz? Partnyor bilan to'g'ri muzokara olib borish natijasida 100% передоплата hisobida ishlaganmiz. Ya'ni mahsulotning to'lovini oldindan tashlab berish natijasida biz o'sha vaqtda yosh edik, hozir ham yoshmiz. Pul qanaqa to'plagansiz? 100% importyorni mablag' hisobida mahsulot berganmiz, ammo sizga yuqorida aytib o'tdim, yaxshi yetib bormagan, sifatli narsa berishimizga qaramasdan logistikadagi qo'pol xatolar natijasida mahsulot yaxshi yetib bormagan. Bu yerda biz qanday yechim qilganmiz? Umumiy mahsulotni zararini o'zimiz bo'ynimizga olganmiz. Chunki biz qo'ya olmaymiz, logistikaning qo'pol xatosi bo'lishiga qaramasdan ko'chadan gaplashganimiz uchun unga talab qo'ya olmasdik. To'g'ri muzokara borish natijasida umumiy zararni bo'ynimizga olib, o'shani o'sha vaqtda oilamizdan eng kerakli yordam oilamizdan bo'ladi. Oilamizdan yordam olgan holatda zararni qoplab berganmiz va o'sha zararga turib berganimiz natijasida partnyorda bizga nisbatan ishonchi yana ham oshgan. Partnyor qarayapti, haqiqatan vaziyatni tushunyapti, ko'ryapti, bilyaptiki, gap bizda emas. Biz harakat qilib beramiz, gap bu yerda. Qo'pol xato etdi va sharoit jihatdan to'g'ri kelmayapti. Shu vaqtda partnyor bilan to'g'ri muzokara qilish natijasida biz u vaziyatdan chiqdik va o'sha vaziyatdan chiqishimiz natijasida hozir ham nafaqat O'zbekiston mahsulotini Mongoliyaga eksport qilamiz, balki boshqa 3 davlatlar orqali ham Mongoliyaga hozir eksport amalga oshirmoqdamiz. Birgina 2026-yili dastlabki 20 kunning o'zida Mongoliya davlatiga 60 tonnaga yaqin mahsulot eksport qildik.
Juda ham katta miqdorda bu, lekin mana hozir siz eksport qilish bilan qilishni farqi bor. Bilasiz, mana mahsulot yetib bordi va eng nozik jihati siz ho'l meva sabzavotlar bilan ishlaysizda. Bu degani sovuqda qanaqa yetib boradi mahsulot, issiqda qanaqa yetib boradi. Men nimaga so'radim, eng talabchan davlat qaysi deb. Menimcha eksportchilar uchun qanchalik ko'p talabchan bo'lsa, shunchalik yaxshi o'zlari uchun. Chunki bizni mahsulotimizni ortiqcha talablarsiz qabul qiladigan, mevalarimiz, olmalarimiz urilishlari bilan qabul qila oladigan importchi o'zini mamlakatiga shu mevalarni munosib ko'ryapti va bizni Made in Uzbekistonga bu narsa ta'sir qiladi. Ya'ni mongoliyaliklar olmani yeb ko'rib bo'ldi, O'zbekiston olmasi shunaqa ekanda degan fikr bildirishadi. To'ppa-to'g'ri. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu sizga ortiqcha talab qo'yilmaganidan kelib chiqadi. Bugungi kunda biz eng talabchan mamlakatlardan biri deb Yaponiyani ayta olamiz. Balki birga ishlagandirsiz, yaponiyalik importyorlar bilan gaplashgandirsiz. Ularning talablari juda boshqacha, juda ham qattiq, qat'iy va shuning uchun bizni eng premium mahsulotlarimiz yoqqa kirib boradi. Mana yaqinda anor mahsuloti kirib bordi, 40 tonnadan ortiq. Sizda qanaqa bu eng talabchan bo'lgani yaxshi emasmi? Mehnat qilasiz, o'sha talablarga moslashga harakat qilasiz va mahsulotingiz ham ideal bo'lib, ishlab chiqaruvchilardan ham shuni talab qila olasiz, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri fikringiz. Yaponiya hozirgi vaqtda eng talabi yuqori va narx jihatdan juda yuqori davlatlardan bittasi hisoblanadi. Oddiy misol, hozirgi vaqtda biz Qirg'iziston, Qozog'iston yoki Mongoliya davlatiga eksport qilayotganimizdagi marjasi, ya'ni foydasi ma'lum qismi deylik bir qism bo'ladigan bo'lsa, Yaponiya davlatida bu bir necha barobar ko'proq bo'ladi. Lekin Yaponiya davlatining o'ziga yarasha talablari, o'ziga yarasha juda ham sertifikatlarga juda qattiq turishini yo bo'lmasam eksport jarayonlari juda murakkabligidan hozir xabarimiz bor va hozir ham biz Yaponiyaga harakat qilyapmiz eksportni amalga oshirishga. Hozir boya sizga aytib o'tmadim, uni eksport qilgan davlatlar sirasida Yaponiya davlatiga dastlabki meva sabzavot mahsulotlarimizni namuna tarzida partiyasini jo'natdik. O'tgan yil dekabr oyida. Qanaqa javob keldi, qiziq. Hozir o'sha kontrakt, ya'ni shartnoma imzolanish yoki nima desak bo'ladi, muzokara jarayonida. Biz ham yaqinda Yaponiyada bo'lganimizda, aynan Yaponiyada bu jarayon juda sekin bo'lar ekan. Shunaqa. Muzokara olib borish juda uzoqqa cho'zilar ekan. Shunaqa. Biz yaponiyalik importyor bilan kuzda, oktyabr oylarida gaplashishni boshlagan bo'lsak, dekabr oyida kelishdikki, mahsulotlardan namuna tarzda yuborishdi. Dekabr oyida namuna yubordik. Mahsulotlar eng premium, yaxshi qadoqda, upakovkada hammasini ularning talabida qilib jo'natdik. Mahsulot sifati bo'yicha ular mamnun, xursand. Hozirgi vaqtda Yaponiya bozoriga sertifikatlashtirish va talablari bo'yicha ishlamoqdamiz. Lekin men yana bir jihatni aytib o'taman. Yaponiya bozori qimmat bo'lishi mumkin, talabi qattiq bo'lishi mumkin, lekin hamma ham yo'lga eksport qila olmaydi. Agar eksport qilib turib noto'g'ri beradigan bo'lsa, umumiy O'zbekiston eksportiga bu Yaponiya bozori uchun ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun bunaqa davlatlar bilan ishlashda shoshish yaramaydi deb o'ylayman. Oybek, sizga katta rahmat. Eksport geografiyangiz yana ham kengayishini tilab qolamiz. Umuman mana Yaponiyani maqsad qilgansiz. Yaponiyaga ham eng premium mahsulotlaringiz kirib borishida tilakdoshmiz. Suhbat uchun katta rahmat. Podkastni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, yosh eksportchimiz haqida ham va keyingi sonda kim bilan suhbatda bo'lishimizni istardingiz. Uni ham yozib qoldiring. Salomat bo'ling.